Xo'p, hammaga assalomu alaykum yana bir do'stlar. Avvalambor kanalga xush kelibsizlar. Bugungi intervyuimiz mehmoni Abror aka. Ular Germaniyada hozir Hochschule Darmstadtda master studium qiladilar. Hozir endi o'zlaridan barchasini batafsil bilib olamiz. Abror aka, assalomu alaykum. Avvalambor rahmat. Va alaykum assalom. Roziligingiz uchun. Endi o'zingizni tanishtirsangiz. Hop, ismim Abrobek, familiyam Abduhalilov, yoshim 23 da, Qashqadaryodanman. Ayni vaqtda Hochschule Darmstadtda yoga yo'nalishida master studium qilaman. Yura o'zi studium nima bo'ladi shunda? Yoga bu o'zi meni soham Rechtsinformatik, ya'ni o'sha informatsiya huquqi, informatika huquqi desam bo'ladi. Informatika huquqida nimalar o'tiladi? Misol uchun hozirgi kunda IT yoki shunaqa kompyuter texnologiyalariga oid huquqlar va shu narsalar o'qitiladi. Darmstadtga qachon kelgansiz? O'zi Germaniyaga umuman? Xo'p, Germaniyaga men 15-noyabr kuni uchib kelgan bo'lsam, Darmstadtga 2-dekabr kuni kelganman. O'tgan yili. O'sha 25-yil. 2025-yilda shunaqa kelganman. Ya'ni o'zi meni o'qishim oktyabrda boshlanib ketgan. Lekin viza muammolari sabab sal kech kelishim kerak bo'lib qoldi bu yoqqa. Endi keyin barcha viza narsalarim hal bo'lgandan keyin 15-noyabr kuni kelganman va 15-noyabr kuni kelib bu yoqda meni tanishim, qarindoshim opam yashaydi. Opamnikiga turdim 15 kun, chunki Germaniyadagi eng katta muammolardan bittasi uy joy topish. Uy joy topish. Shu topilgungacha mana shu yerda turishim kerak bo'lib qoldi. Keyin uy joy topilishi bilan bu yoqqa ko'chib keldim, Darmstadtga ko'chib keldim. Zo'r. Xo'p do'stlar, bu bonusli urovень. Hozir Abror aka yashayotgan shahar haqida bir ma'lumot bilib olamiz. Yashayotgan shahari Darmstadt, Frankfurtga yaqin bo'lgan shahar. Hozir endi bilib olamiz. Abror aka, marhamat. Allo. Xullas, Darmstadt qanaqa shahar? Darmstadt o'sha Hessen Bundeslandini shaharlaridan bittasi. Endi Hessen, umuman Bundesland haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, Hessen viloyati eng katta Bundeslandlardan bittasi. Eng katta Bundeslandlar orasida 3-o'rinda turadi. Ya'ni bu iqtisodiyoti naqasi bo'yicha 3-o'rinda. O'shanda Darmstadt bu o'ziga xos Wissenschaftstadt deb ataladi. Ya'ni nima deydi? Ya'ni shaharni o'zi bilimga asoslangan shahar. Ya'ni misol uchun o'zi Darmstadt shahrini o'zini asosiy saytiga kirsa ham yozib qo'yadi. Просто Darmstadt emasda Wissenschaftstadt Darmstadt deb yozib qo'yadi. Ya'ni bilim shahri. Zo'r. Ya'ni bilimga asoslangan shahar. Nima uchun bunaqa? O'zi unchalik ham katta shahar emas. Ya'ni o'rta darajadagi shahar kattaligi. Lekin shunga qaramasdan bu yoqda ikkita universitet, ya'ni hozir mana bu yoqda TU bor, ya'ni texnik universitet bor. Meni o'zim Hochschuleim naryoqda Hochschule Darmstadt bor. Bundan tashqari qanaqadir institutlar, nimadirlar bor. Ya'ni men o'zim ko'rgan joyim, ular talabalar qabul qilmaydi, ular qanaqadir nima deydi, har xil eksperimentlar, narsalar o'tkaziladigan forshunga o'xshash joylar. Shunaqa forshung joylari bor. O'zim ko'rganim meni uyimni oldida ham, ya'ni naryoqda ham bor, men bu shahar, bu mahallaning ichida ham bor shunaqa Wissenschaftstadt bor, forshung joy bor. Tushunarli. Ya'ni mana mana shu TU. Xo'p, bu mana texnik universitet Darmstadt. Bu yerda nima bo'ladi? Bu universitet, ya'ni texnik universiteti Darmstadtda o'zini texnika universiteti, bu yoqda o'sha talabalar qabul qiladi. Mana shu yerda o'zbekistonlik o'qiydi. U bilan Instagramda gaplashib qoldim. Lekin hozir ayni vaqtda Darmstadtda emas ekan, ya'ni boshqa joyga ketgan ekan. U bilan ko'rishganim yo'q hali beri. Lekin gaplashib ko'rdik o'sha bilan. Yo'ldan o'tib olaylik. Shunaqa. Men bu yoqdan bitta video olsam bo'ladi. Bu nima? Bu Darmstadium. Ximiya bor. 118 ta unaqa bor, nima deydi? Elementlar to'plami bor. Bittasini nomi Darmstadium. Ya'ni Darmstadtdan topilgan bitta element bor, kimyoviy element va o'sha nomiga berilgan. Mana shu joyda o'sha narsa bor. Darmstadium, buning ichida muzey bor, o'sha narsani ko'rsa bo'ladigan naqa bor. Yangi ochilgan o'zi yaqinda. Ochilgani ham ancha bo'lib qolgan buni. Endi lekin eng yoshirog'i. Yoshirog'i bu-da, uncha ko'p bo'lmagan. Ya'ni mana shu yerga kirib ko'rsa bo'ladi. Bu ham muzey naq qilib nima deydi, ishlaydi.
Lekin o'sha gap hali beri kirib ko'rmadim bu ham. Chunki nima ko'rdim men bu o'sha Instagramini, YouTubedan narsalarni ko'rdim, o'sha qiziqish yo'q. Ham o'zi kimyoga unchalik ham qiziqmayman. Eng qizig'i meni maktabdagi kuratorim kimyo o'qituvchisi bo'lgan. Ustozimga rahmat aytaman. Ko'p podдержка qilgan. Marg'ub opa, yuradasiz. Ustozimni yo'q, ustozim addushli hurmat qilaman, lekin rostdan juda ko'p marta podдержкада bo'lganlar ustoz. Keyin shu. Mana shu universitetda davomi, o'sha TUni. Lekin TU, masalan, universitet bo'lsa ham qanaqadir nima deydi? Kichkinaroq universitet. Ya'ni mana Xo'xsho'limga qaraganda. Ya'ni bunda asosan binolar kompaktna tuzilgan. Bu yoqda unaqa emas. Ya'ni bu ham kiradi. Adashmasam bu kirmaydi TUga. Mana bu yoq bir 3 ta 4 ta zdaniya bor xolos. Zo'r. Shunaqa. Darmstadt zo'r shahar. Zo'r. Darmstadtda menga eng yoqqan narsasi nima? Kompakt shahar. Chunki bu yoqda Frankfurtga o'xshagan baland binolar yo'q. Lekin o'ziga yarasha zamonaviy va qanaqadir shaharni o'zini mana men Darmstadtman deydigan joylari bor. Tarixi deymizmi, shunaqa narsalar bor. Endi prям aynan Darmstadt qanaqa, nima uchun Darmstadt deyilgan, bu bo'yicha unchalik ham ma'lumotlarim yo'q-ku. Lekin Darmstadt shahri asosan mana shu ko'proq bilimga asoslangan shahar. Zo'r. Bu ikki qismdan iborat, ya'ni Evangelische Studieren Gemeinde. Juda ham uzun ism, o'shaning uchun qisqacha EZG. Mana shu yerda yozilgan. 39 bu mana to'lig'i shunaqa, juda uzun. Bu yerda o'sha VG qisqacha aytganda talabalar, faqatgina talabalar uchun даже talabalar turar joy, oila ham tursa bo'ladi, faqat talaba bo'lish kerak. Ya'ni xotin ham talaba bo'lish kerak-da. Shunaqa. Ammo bu yerda qanaqadir aktiv bo'ladigan narsalar bo'ladi. Ya'ni qanaqadir bir bayramlar, nimadirlar bo'ladi mana shu yerda. Mana shu joyda. Mana shu yerda bo'ladi. Bizning uy mana bu yerda. Bo'ldi. Ketdik, uyga obzor. Zo'r. Opa. Keyin bu anaqaniki, Pfeiffer xolaniki. Ya'ni bizning anaqaniki, lift boshliqniki. Bu yerda o'sha washroom, ya'ni o'sha kiyimlarni yuvadigan joy. Ko'rsak bo'ladi? Bemalol, keling. Hozir Darmstadt Xo'xshul Darmstadt talabasini, master talabasini partiya raund, bolalar mana shu partiya qilishadi. Hop. Bu yoq bizani axlat tashiydigan joyimiz. Endi ochib o'tirmadim, hidi yaxshi emas. Mana bu yoq unaqa. Bizani washroom, ya'ni bizani kiyimlarni yuvadigan joyimiz. Hidi keldi lekin sen hozir. Hidi keldi. Mana bu yoqda 3 ta kiradigan joy. Mana hozir sizga yoqing. Hop, bu yoqda umumiy 3 ta kiradigan va 2 ta quritadigan mashinalar bor. Pulli bular. Ya'ni kiradigan anaqalar 2 yevrodan, quritadiganlar 1,5 yevrodan. Qanaqa to'lov qilinadi? Tanga orqali mana bu yerda ekan. Narsalarni solasiz, hamma soladigan narsalarni solasiz, oxirida o'sha mana bu yerda yozuv chiqadi, to'lov qiling degan. Keyin siz mana bu yerga tanga tashab to'lov qilasiz. To'lov qilganingizdan keyin play bosiladi, play bosilgandan keyin kiyimingiz yuvib beriladi. Shunaqa. Karta qabul qilmaydi, kartani rasmini qo'yib qo'ygan bo'lsa ham amalda sinab ko'rilgan, karta qabul qilmaydi. Keyin faqat shu asosan anaqa tanga. Shuning uchun Germaniyada eng katta o'rgangan narsam bu tangaga bo'lgan hurmat. Shu o'zimizda juda kerak. Juda. Ya'ni bizda ko'pchilik unchalik ham katta e'tibor bermaydi bu narsaga, lekin Germaniyada tangaga e'tibor umuman boshqacha. Juda ham boshqacha darajada. Shunaqa bu ajoyib. O'shaning uchun universitetlar pulga qattiqda. Albatta. Faqat pulga qattiq. Pulga muomalasi, munosabati umuman boshqacha ekan. Misol uchun biz farqini ham ko'rdim. Ya'ni O'zbekistonda bo'lgan pulga muomala bilan Germaniyada bo'lgan pulga muomalani o'rtasida juda katta farqlar bor. Keyin shu. Bu pastdagi
Kafemi ya? Bu kafeda, Berries kafe deydi. Asosan bar shunga o'xshagan narsalar. Ya'ni mini kafe, ovqatlari ham bor-ku, lekin asosan bar shunga o'xshagan narsa. Kichkinaroq joy. Odamlar kelib, mana shunday gaplashib o'tiradigan unaqa Vaqt oddiy bir kafe, restoran emas u, kichkina kafe. Ya'ni prям unterhaltung uchun yoki просто vaqt o'tkazish uchun yaxshi joy. Aha. Ana kiramiz. Kiramiz. Eng Germaniyada o'rgangan narsam kalit qoldirib ketmaslik. Germaniya eshiklari bitta xatoni kechirmaydi. Albatta, umuman kechirmaydi. Xo'p. Abrorga hozir bitta narsani sezdim. Gapingiz bo'lib tur. Bu nima hozir? Mana shu narsani ko'rsating, bu kalit. Aha. Imенно bu. Bu kalit spesial men uchun. Ya'ni agar bu narsani Xudo asrasin yo'qotib qo'yadigan bo'lsam, bu tamom degani. Ya'ni men bu narsani yasatish uchun qanchadir pul kerak ekan. Ya'ni birinchi marta shartnoma qilgan paytimda tushuntirib bergan, iloji boricha yo'qotmang. Yo'qotsangiz katta pulga tushishingiz mumkin degan narsani o'zi boya aytgandek boshliq tushuntirib bergan. Xo'p, bu kalit shuning uchun kerak. Xo'p, 4 ta xona, ya'ni bitta Vonheimda, ya'ni bitta Vonheimda 4 kishi yashaymiz va 2 kishi uchun bitta sanuzol, ya'ni o'sha bunaqa yana ko'rsa bo'ladi. Ya'ni oddiy sanuzol, kichkina bitta yuvinadigan joy va bitta joy. Bitta mana shu oshxona. Mana bu холодильник, yarimi meniki, yarimi qo'shnimniki. Mana shunaqa. Mana shundan foydalanamiz. Холодильник bitta. Холодильник ikkita. Bu ham ikkitasiniki. Demak, har bitta odamga yarimtadan. Yarimtadan anaqa. Hop, mana shu холодильник joy. Bu yerga meni aloqam yo'q. Men chunki har doim yegan ichganimni sразу yuvib, olib kirib qo'yiraman. Da, hammasini yo'q. Endi eng приkolniy narsa aytaman senga. Mana shu 3 ta qo'shnim qiz bola. Hammasi qiz bola, absolyutno qiz bola. Da. Ajoyib tarafi nimada? Men bu qo'shnim xitoylik. Bu tunislik, ya'ni afrikalik, lekin o'zi oppoq. Mana nemis. Bu juda kam keladi uyiga, o'shaning uchun men bemalol mazza qilib o'tiraman xonamda, chunki bu juda kam keladi, bemalol shovqin qilib o'tiraman. Bu yerga pashta eshitilmaydi bu yerga. Ko'proq men bu tunislik bilan odatda ko'p chiqib turadi, ko'proq anaqa suhbat qilib turamiz. Men bu xitoylik ham juda kam chiqadi unaqasiga. Tushunarli. Shunaqa asosiy xona, kerakli bo'ladigan xona. Xo'p, Abror aka, Uvaga ko'chib keldingiz. Bundan oldin nimalar qildingiz? Ya'ni kelganingizdan keyin o'zingizdan birinchi taassurotlaringiz qanaqa bo'lgan Germaniya haqida, misol uchun? O'zbekistonda bo'lgan, misol uchun Germaniya vau debdi, misol uchun. Bu yoqqa kelgandan keyin nimalar o'zgardi? Imенно o'sha taassurotlaringizni keyin qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Aynan dokumentatsiya, byurokratiya bo'yicha. Birinchisi sprach barrier, ya'ni til bo'yicha qiyinchilik bo'ldi. Ya'ni men zo'r bo'lib kelmaysanmi bu yerda? Chunki O'zbekistonda baribir adabiy nemis tilini o'rganib kelingan. Ya'ni bu yoqni misol uchun umgangssprach, ya'ni ko'cha tili emas, ya'ni tabiiy adabiy nemis tilini o'rganganmiz. Bu yoqqa kelsa o'sha odamlar o'zini shevasida gapirishyapti bu yerda. Ya'ni sen bu yerda anaqa qaraysan, bu narsani qayerda sezdim? Bu misol uchun har xil bankda yoki do'konlarda, misol uchun anaqadan o'tayotgan paytim, misol uchun narsalarni berib gaplashayotgan paytimda juda ham tez gapiradi. Ayniqsa men o'sha München, ya'ni o'sha Münchenning yaqinidagi o'sha Kaufbeuren shahrida opamlar bilan yashayotgan paytimda odamlar shunaqa gapirar edi. O'zi ishqilib nemis tilida gapiryaptimi deb o'ylayapman-da. Aniq nemis tili, men shuni o'rganganman. Shu, mana shu kitobdagi o'sha yozilgan narsalar shumidi o'zi deb hayron bo'lib qoldim. Yo'q, lekin rostdan nemis tilida gapirishyapti ekan. Afsus. Afsus. Shu. Keyin eng mana shu birinchi qiynalgan narsa mana shu sprach barrier bo'ldi, ya'ni til barrieri. Har xil ovqatlanishda qiyinchilik bu yoqda. Endi men ko'p narsani O'zbekistondan olib kelganman bu yoqda. Ya'ni misol uchun go'sht olib kelganman O'zbekistondan bu yoqda. Pishgan go'sht olib kelganman. Bu oyimni g'oyasi bo'lgan. Men oyimga shu yerdan men rahmat aytmoqchiman. Oyijonim, men sizni yaxshi ko'raman. Bu bitta go'sht uchun emas, hammasi uchun. Shunaqa. Dokumentatsiya masalasi asosiy qiyinchilik.
eng qiynaydigan narsasi nima? Bu yerda hamma narsa qog'ozbozlik, byurokratiya. Ya'ni hali hamon bu o'sha aktiv qog'ozli xatlardan foydalanilishi. Ya'ni даже O'zbekistonda ham bu narsalar ancha kamaygan. Yo'q ham bo'lib ketgan boshi. Endi asosan shu mashinani anaqasi, radarlarni anaqasi ko'pincha keladi, lekin boshqa anaqa yo'q. Unaqa pochta nimalari yo'q edi. Ha. Qutichalar ham yo'q. Shunaqa pochta anaqalari yo'q. Отделga boradi sразу. Shunaqa. Lekin bu yerda har bitta uyda o'zini anaqasi bor. Kistalari, o'sha qutilari bor, spetsialniy anaqa uchun. Mana shu narsa meni juda hayron qoldirgan, chunki masalan bitta karta ochtirishim uchun bir bilmadim, bir 20 taga yaqin xat kelganda, bitta karta ochib o'shandan foydalanishim uchun O'zbekiston Deutsche Bank. Deutsche Bank. Ha. Eng mashhur, eng hamma o'sha Deutsche Bank. Misol uchun O'zbekistonda karta ochish qanaqasan? Bankka borasan, Ochadi. daniyalaringni berasan, bu 2 kundan keyin keling deydi. Bu olib ketasiz deydi. Bu yerda misol uchun oddiy misol uchun bitta ishga joylashmoqchi bo'lib bunaqa qildi, mendan sudlanmaganlik to'g'risida qog'oz so'ratdi. O'zbekistonda qanaqa? Shuna Margoga kirasiz, oladi, bo'ldi, pechat beradi, все, olib keladi. Bu yerda nima? San haqqadir bor, o'sha yerga pulini to'la, kut, qanchalardan chiqadi, keyin senga yo pochta qilib yuboradi yoki sen o'zing olib ketasan. Shunaqa. Hammani ham asabchilamaydi. Asabchilamaydi. Tем более ayni vaqtda men bu 21-asr, tем более aynan Z avlod vaqtida sabr kosalar ancha to'rayib ketgan hozir. Juda bir qiyin bu narsa. Bu O'zbekistonda shunchaki digitallashtirilgan, sen shuni o'zingga yuklab olasan, pechat berasan, olib kelasan, bo'ldi, qaytga bersang beraverasan. Bu okey. Lekin bu Germaniyada bu juda yaxshi narsa emas. Juda slishkim ko'p qog'ozbozlik. Bu даже nima degan nemisdan o'zida ham chiqadigan bu. Nima deydi? O'zlari ham жаловаться qiladi. O'zim ishxonamda ham birinchi kuni o'sha anmenlik qo'ygandan keyin o'sha bir hafta keldim. Uyga kelyapman, menga pochta kelgan o'sha Deutsche radiodan. Radio qog'oz olib boryapman, buni nima o'zim to'layman yoki sizlar to'laysizlarmi deb. Sug'urtam to'layapsizlar, buni ham sizlar to'laysizlarmi? Oylikni necha olasizmi? Yo'q, o'zing to'laysan dedi. Keyin herzlich willkommen Deutschland dedi. Germaniyaga xush kelibsan dedi. Shunaqa. O'zim to'la boshladim uni ham. 3 oylik, 6 oylik xatlar keladi-da. Общий to'lash yoki har oy bittalab to'lash, mana shunaqa. Rotfuchs Spytrak menga ham keluvdi, men просто endi men bu yerda nemis qo'shin to'largan, ya'ni общий группа uchun to'larganda. O'sha bilan gaplashdim, shunaqa menga keldi, nima qilaydim. Keyin mana shu orqamdagi xonadoshim aytdi-da menga. Shunaqa qilsang bo'ladi, mana shu biza keyin pulni yig'ib beramiz dedi. Ya'ni o'rta summa tashaladi, misol uchun 18 nechadir yevro u o'sha to'laydi. Men bu nemis qo'shnim, keyin uni bo'linadi 4 kishi. O'sh 4 kishiga bo'linadi keyin. Keyin o'sha 4 kishi pulini beradi. Shunaqa. Shu narsani qilib berdim. Endi hali to'lamadim lekin. Endi to'lansa, shundan keyin so'rasa, yig'ib bersa kerak yoki bilgan yana. Nimalarda ro'yxatga o'tdingiz? Misol uchun men kelganda uyga ro'yxatga o'tdim, siz uyga ro'yxatga o'tdingiz. Albatta. Albatta o'tiladi. Men misol uchun spetsialniy mana shu Mitvertrag pasport narsalarni olib Lyuzenplatzda joylashgan bizada o'sha Ausländerbehörde o'sha yerga borib, men spetsialniy anmelding uchun termin olib bordim o'sha yerda joylashdim. U bilasan termin eng unaqa narsa kutish cho'zilib ketadi. Misol uchun men o'zim 2-dekabr kuni kelgan bo'lsam, anmeldingim bilmadim 10 yo 20 nechinchidir dekabrda anmelding qildim. O'sha 1 grammda qancha kutgansiz? O'chirdim. Yo'q, endi termin belgilab borganmisiz yoki shu mashina kutdimda, chunki birinchi marta qaraganimda 15-mi yanvarda joy bor deb ko'rsatuvdi. Keyin okey deb 15-yanvarga registratsiya qilib qo'ydim. Keyin bir ertasigami, indinigami yana bir kirganimdan keyin o'sha 21-midi, 22-mi dekabrda ochilgan joy, o'sha yerda kema termin olib qo'ydim. Termin onlayn olinadi. Termin onlayn, o'sha saytda o'zidan olinadi. Saytda o'zidan olib, termin bo'yicha belgiladim. Soat 11larga joy bor ekan, o'sha joy olib, sразу bordim. Meni hayron qoldirgan narsa nima bo'ldi? Endi nemischa расчёт degan narsa bor-ku, ya'ni nemischa hisob-kitob. Men soat
35larda bordim o'sha yerga, ya'ni 25 minut oldin bordim. Ya'ni o'sha terminimni oldim. Keyin soat 11 bo'ldi, lekin hali ham meni chaqirmayapti. Men o'sha yerda informatsion sentrga borsam, nimaga meni chaqirmayapti? Hali ham mana terminim, mana shu vaqtda bo'lishi kerak. Nima bo'lyapti desam, yo'q, tizimda nosozlik bo'lyapti, kutib turing debdi. Shundan keyin ham men 15 minut kutdim o'sha yerda o'zida. Men soat o'sha 11:15 da kirdim keyin o'sha anmelding uchun faqat. Dedim, demak, har doim nemetskiy расчет bo'lmas ekan deb qo'ydim ichimda o'sha paytda. O'zlariga moslashib ketadi. O'zlariga moslashib ketar ekandim. Chunki men endi o'sha vaqtda meni xayolimda nima edi, o'sha men o'sha ertaroq boraman, 11 bo'lishi bilan srazi harakat qilib, joylashib, men o'sha anmelding bo'yicha qog'oz olaman, kelaman, bo'ldi, deb o'yladim. Lekin qo'shimcha 15 minut kutish bu sal g'alatiroq tuyuldi o'zimga. Ya'ni mana shunaqa har xil kutishlar anaqalar ham bo'lib turar ekan. Demak, Germaniyada har doim ham vaqtiga kelish, vaqt masalasi, misol uchun to'g'ri oldingidagi Germaniyada bo'lgan bo'lishi mumkin. Hamma narsa cheki prям minutigacha bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hozir oldingidagi nemetskiy расчет yo'q. Abror aka, universitetga ham keldik. Huquqshularga to'g'ri. Albatta. Bu yuqori maktab deyiladi, nima deyiladi? Endi o'zi to'g'ridan-to'g'ri o'zbek tiliga tarjima qilsak yuqori maktab, lekin bu yuqori maktabdan yuqoriroq, ya'ni applied science deydimi, endi shunaqaroq, ya'ni universitetdan nisbatan kichikroq, lekin maktabdan yuqoriroq. Endi buni misol uchun kollejdan ham kattaroq, ya'ni institutlar desak bo'ladi, O'zbekistondagi institutlarga to'g'ri keladi bu narsa. To'g'ri, tushunarli. Xo'p, demak, o'zi universitetingiz asl nomi qanaqa bo'ladi? Universitet Darmstadtmi yoki qanaqa bo'ladi? O'zi universitetimning nomi Hochschule Darmstadt, ya'ni to'liq nomi Hochschule Darmstadt va ozgina buni tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu 1971-yilda Hochschule Darmstadt bo'lib ro'yxatdan o'tkazilgan. Lekin o'zi birinchi universitet bo'lgan paytda 1870-yillarga taqalargan. Buni bitta ustozim gapirib berdi shu narsani. Lekin Hochschule Darmstadt bo'lib 1971-yilda ro'yxatga olingan. Bu ancha keng, katta universitetlardan bittasi. Ya'ni mana shu hududda umuman Hessen viloyatidagi katta, ya'ni maydoni jihatdan katta bo'lgan universitetlardan bittasi. Qancha? Aynan primerini bilmayman, lekin bu yerda taxminan 20 mingga yaqin o'quvchilar o'qiydi. Talabalar, 20 mingga yaqin talabalar o'qiydi. Bu yerda kampusni o'zi katta, ya'ni binolarning umumiy soni agar Diburgdagi bilan hisoblaydigan bo'lsak, 25 tacha binoni o'zi bor. Ya'ni binolarni aynan 25 ga yo yetar yo yetmas shu atrofida. Ya'ni nisbatan joylashuvi, kampusning kattaligi ancha keng bu yerda. Ya'ni eng katta universitetlardan bittasi hisoblanadi ushbu. Juda keng qamrovli fakultetlarni qamrab olgan. Ya'ni aynan bitta narsaga yo'naltirilgan emas, har bitta, ya'ni meditsina, huquq, hammasi ushbu universitetda bor bu yerda. Tushunarli. Hozir to'g'rimizda turgan eng baland bino ekan. Bu eng baland bino, eng asosiy bino, adashmayotgan bo'lsam 13 ta etajdan iborat bo'lgan bino. Bu yerda turli xil o'sha fakultetlar, darsxonalari joylashgan. Eng asosiy bino desak ham bo'ladi ushbu binoni bu. Tushunarli. Abror aka, universitet haqida ham bilib oldik. Endi o'zingizning yo'nalishingiz haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Xo'p, bunda o'qib tugatganingizdan keyin qaysi sohada o'qiysiz? Xo'sh, mana yo'nalishim informatik, ya'ni informatsiya huquqi hisoblanadi, ya'ni umumiy huquqqa asoslangan. Ya'ni hozirgi kunda IT, kompyuter, texnologiyalar va shular orasidan kelib chiqadigan huquq jarayonlari haqida bo'ladi mana universitetimning davomi. Dastlabki semestrda men Vorbereitung kurs qildim, ya'ni universitet o'ziga tayyorgarlik kursini amalga oshirdim. Hozir birinchi semestr boshlanmagan hali. Yo'q, hali menda birinchi semestr boshlanmagan. Ya'ni umumiy qaraydigan bo'lsak, birinchi semestr boshlanmagan. Faqat hozir tayyorgarlik kursini o'tadim. Bu Vorbereitung kursini topshirayotganlar hammasi o'tish shart bo'ladimi yoki aynan yo'q joylari ham bormi? O'tish kerak, albatta, ya'ni o'qishni davom ettirish uchun. Chunki bu Vorbereitung kurs asosan tilga qaratilgan. Ya'ni siz bu yerda til sertifikatini qo'lga kiritasiz. Ya'ni kurs oxirida siz oladigan asosiy narsa bu til sertifikati. Bu yerda men DSH2 C1 darajali sertifikatni qo'lga kiritdim va endi bu yerga o'qishni davom ettiraman. Davomiga endi bu yerga. O'qishingiz qachon boshlanadi? Endi aprelda. O'qish birinchi semestr apreldan boshlanadi. Xudo xohlasa, endi aprelda. Demak, o'qishingiz oktyabrdan to qachon oldingiz sertifikatni? Sertifikat fevralda oldim.
fevralgacha bo'lsa, mana shu oy polni nemis tili tayyorlov kursi bo'ldi. Albatta. Bu o'quvchilarni o'quv dasturiga integratsiya qilishga yordam beradimi shunda? Ha. Bu Zo'r, asosan zo'r. o'sha yo'naltiruvchi kurs desak bo'ladi. Hamma yo'nalishda. Albatta. Ya'ni Zo'r. mana shu imtihon, ya'ni umumiy til imtihoni deb qaralsa ham, lekin turli xil yo'nalishlarni qamrab oladi buning ichida. Ya'ni aynan faqatgina tilga aloqasi yo'qda. Misol uchun aynan ichida huquq bo'lishi mumkin yoki sotsiologiya, boshqa tarix hammasi demak, ichida bor. именно yo'nalishiga qarab ham mavzu tushadi, o'zgaradi. Endi yo'q, bu yerda umumiy mavzular hammasi. Ha, Ya'ni barcha fakultetlarni tayyorgarlik jarayonida ko'riladi, umuman hamma fakultetlarga ham qisman aloqasi bor. O'sha imtihonlar ko'riladigan, misol uchun, lezinlar orasidagi tekstlar yoki misol uchun Xo'rindagi bo'ladigan voqealar, hammasi mana shu bu yerdagi fakultetlar nimani o'rgatsa, o'shalarga qisman kirish amalga oshirib beradi. Ya'ni to'g'ri, umuman u darslar o'tilmaydi, lekin qanaqadir mana shu davom ettirayotgan paytda unda qiyinchilik bo'lmasligi uchun qisman qanaqadir yordam vazifasida o'tadi bu narsa. Abror aka, keyingi savolim, orqamizdagi bino nima? Qaysi bino hisoblanadi? Xo'sh, bu D10 nomerli bino. Bunda asosan biblioteka qismi joylashgan. Bundan tashqari informatika va IT degan fakultet ham joylashgan ushbu jarayonda, lekin men ko'proq bibliotekadan foydalanaman, chunki meni yo'nalishim IT emas. Bu yerda biblioteka ancha keng. Ya'ni misol uchun O'zbekistonda ko'plab kutubxonalarga kirgan bo'lsam, ulardan farqi bor, tabiiyki bu yerda. Chunki bu yerda asosan materiallar hammasi nemis tilida, boshqa turli xil materiallarni topish mumkin. Ya'ni bundan tashqari PDF va boshqa onlayn kutubxona tizimi ham mavjud shunda. Kompyuterdan qidirib topsa bo'ladi shunaqa kitoblarni. Xo'p, именно nemis tilida endi hozir tayyorlangansiz, bilaman, nemis tili kursida tayyorlangansiz, lekin so'ramoqchi bo'lganim, baribir tayyorgarlik jarayonida ustoz bilan orada muloqot bo'ladi baribir. Qanaqa bo'ldi o'sha muloqotlar? Ya'ni, misol uchun o'zimizda ustozlar ko'proq o'qi degan narsaga tortadi-da. O'shani siz qanaqa bo'ldi? Men misol uchun Toshkent davlat yuridik universitetida o'qiyotgan paytim ustoz bilan talabani o'rtasidagi farq bu katta edi. Ya'ni ustoz albatta eng yuqori pog'onada turuvchi insonlardan bittasi hisoblanar edi. To'g'ri, buni yaxshi yomon tarafini aytmoqchi emasman, prosta shunaqa holat edi. Endi bu yoqda esa ustoz va talaba teng ma'noda desak ham bo'ladi. Chunki ya'ni ustoz o'zini nima deydi, bir pog'ona ustun sifatida ko'rsatmaydi. Ya'ni keldingiz, siz bilan ochiq, ya'ni umumiy gaplashib ketaveradi. Misol uchun, men 2-dekabrda birinchi marta mana shu universitetga kelgan bo'lsam, birinchi darsimda mana shu ushbu katta binoga kirganman srazi. Baxtimga darsim shu yerda ekan. Bo'lmasa bunaqa katta binolar ichida marasa adashdim men 2-3 kunlari. Birinchi kuni baxtim bo'lgani mana shu yerda rostdan darsim shu yerda ekan. Adashib topib qo'ygansiz. Adashib topib qo'yganman birinchi darsimni. Ato ikkinchi unaqa boshqa darslarim, boshqa kundagi darslarim rosa adashganman, kech qolganman, bir narsa qilganman. U mayli. Lekin mana shu ustozga aytaman, rahmat aytaman. Mana shu ustoz Sabina Kastin degan ustoz, ham lezin bilan Xo'rindan dars o'tgan ustoz. Men erta keldim, soat rovna 8da shetda edim, o'z darsim 8:30da bo'lsa ham. Ustoz 8:10da keldi, biza gaplashib turdik ancha, ya'ni nima bo'ladi? Men tanishdik, kim ismlari nima, darslar qanaqa bo'ladi, qanaqa o'tadi. Men shu ustozlar bilan kelishib, gaplashib, bunaqa qildik. Men farqini bildim. Bu yerda ustoz bilan talabani orasidagi masofa uncha ko'p emas ekan. Chim O'zbekistondaga qaraganida. Ya'ni muloqot masofasi qisqaroq Germaniyada O'zbekistonga qaraganda. Ya'ni qaysi ma'noda hozir endi ustoz qanaqa ifoda olsa bo'ladi buni? Bu narsani nima desa bo'ladi? Misol uchun, men o'zim shunaqangi qattiq qo'l universitetda o'qiganim uchunmi bilmayman, ustozlar bilan muloqotda baribir orada yaxshi masofa bo'lardi. Ya'ni ochiq, nisbatan ochiqroq gaplashish imkoniyati kamroq edi ustozlar bilan. Bu yoqda esa nisbatan ochiqroq gaplashish imkoniyati bor. Ya'ni misol uchun har kunlik kundalik hayot haqida yoki boshqa haqida bu yoqda ko'proq gaplashsa bo'ladi. Misol uchun, endi bitta ustozim bo'lardi mana shu yerda, Xulia Bauman degan ustoz.
ular bilan gaplashgan paytimda ular o'zlari gap boshlaydilar. Bugun kun ajoyib. San qanaqa o'zinglarni his qilyapsizlar? Bugun shunaqangi quyoshli kun yoki mana shunaqangi aytaylik melanxolik unaqa kun, bulutli kun deb chiroyli o'zaro suhbat bilan boshlanadi. Lekin O'zbekistondagi universitetda bunaqa narsa yo'q deyarli. Umuman bo'lmagan narsa. Talaba bilan ustozning orasida yaqinlik yaratadigan gapdan boshlaydi. Xuddi shunaqa. Ya'ni o'quvchi bilan o'zaro kirishgan holatda mana shu holat o'quvchini yana o'ziga jalb qilishga nima deydi, sharoit yaratib beradi. Tushunarli. Kurs o'zi o'qishingiz qanaqa bo'ldi? Kurs davomida, misol uchun? Shu kurs yaxshi bo'ldi. Ya'ni men o'zim ancha kech keldim. Ya'ni dekabrdan boshladim. U yoqda o'sha 2 oy o'tib ketgan edi. Bundan tashqari kursdoshlar bo'ladi, yaxshi endi. Misol uchun kursdoshlarim Eron, Turkiya yoki boshqa Osiyo davlatlaridan yoki Afrika davlatlaridan kelgan kursdoshlar bor edi. Ular bilan yaxshi kirishib, gaplashib, bir-birimizdan qo'llab-quvvatladik imtihongacha. Yo'q, va imtihondan keyin imtihon paytida tayyorgarlik ham bo'ldi, yaxshi bir-birimizdan anaqa qildik. Lekin qolgan bilmadim, O'zbekistonda kelmas ekan bu yoqda talabalar. Misol uchun O'zbekistonda talabachilik yaxshiroq edi, bir-birini qo'llab-quvvatlash, yordam berish, shunaqa narsa ancha kuchliroq edi O'zbekistonda, chem Germaniyaga qaraganda. Bu yoqda to'g'ri hamma narsa manfaat ustiga quriladi, lekin bu yoqda nima deydi, o'z yordam berish yoki boshqa shunaqangi narsalar deyarli yo'q. Misol uchun faqatgina mana shu 2-3 ta eronlik kursdoshlarim bilan yaxshi aloqada bo'lib tayyorgarlik ko'rdik. Qolgan kursdoshlar yo'q. Hamma o'z-o'ziga ketadi. Xuddi shunaqa. Tushunarli. Ham so'ramoqchi bo'lgan narsam boya esimda aytgandingiz, o'zi gaplashganimizda. DSXga tayyorlaganingizda 2 ta darsga kelgansiz faqat. Albatta. Shu o'rindasiz yoki Shirayban deganingiz? Shirayban. Atik umumiy dekabrda kelgan bo'lsam, menda 4 ta hafta qolgan edi tayyorgarlik uchun. Ya'ni 4 hafta imkoniyatim bor edi. Ya'ni 4 ta dars kelish imkoniyatim bor edi. Birinchi dars kunim men xonani topolmaganman, chunki mendagi dars jadvali eski bo'lgan ekan. Eski bo'lganligi uchun men noto'g'ri joyga borib qolganman. U joyda umuman dars bo'lmayotgan ekan. Topolmadim. Keyin darslardan keyin men o'sha kursdoshlar bilan gaplashdim. Menga o'sha yangi dars jadvalini tashlab berishdi. Shundan keyin birinchi hafta kuydi. Shiraybanning birinchi haftasi kuydi. Endi keyingi hafta dars bo'lyapti. Birinchi marta darsga kirdim. Endi dars qildik, yozdik. O'rgatdi nimadirlarni men tushunmayman lekin. O'tib ketgan, chunki 2 oy, bundan tashqari yana kelganimdan keyin ham bitta dars o'tib ketib qoldi. Tushunish qiyin bo'ldi. Shundan keyin Vaynaqdan boshlandi. Ya'ni biz o'sha tabiiyki kanikulga chiqib ketdik. Endi kanikul davomida stress, chunki lesen, hören yoki grammatika, даже sprechenda ham unchalik hayajon yo'q, chunki ustozlar bilan yaxshi kelishib, nima bo'lishini tushunib oldim asosan. Lekin butun boshli stress miyamda faqat Shirayban atrofida aylandi. Kanikul, yangi yil umuman deyarli tatimadi hisob. Lekin ajoyib yaxshi o'tdi. Keyin darslar boshlandi va 2 hafta qolgandi. Ya'ni 2 ta dars bo'lishi mumkin edi va bitta dars bo'ldi. Men narsalar yozib ko'rsatuvdim. Ya'ni men shunaqa ustoz yozib keldim, tekshirib berasizmi desam, ular ekan gapi yo'q. Prosta shunchaki yo'q bo'ldi. Nimaga deyishga ham yo'q, shunchaki. Ularni aytgan gapi men o'zi kerakli vaqtda tekshirib bo'lganman degan gapni aytdilar. Okey dedim. Bu yoqqa dedim, o'zimning nonimni o'zim toparganman dedim. Keyin yaxshi bir og'ayni topdim, ChatGPT degan. Men ham taniyman aytgancha. Yaxshi bola. Yaxshi bola edi. Keyin o'sha bilan yaxshilab ko'rib tekshirtirdim har xil. Har kuni kamida bir martadan Shirayban yozib, tekshirtirib qayerdan kuchaytirsam bo'ladi, nima qayerda xato qildim, nima qildim, hammasini kuchaytirgan holatda yozdim. Tushunarli. Ajoyib bo'ldi. Keyin oxirgi darsda dars bo'lmadi hisob. Prosta gaplashib o'tirdik. Omad tiladi, rahmat ustozdek. Prosta shu. O'tirgansizlar. Ajoyib bo'ldi. O'sha DSX kursda
imtihon topshirgansizlar. Hmm. Imtihon qanaqa bo'ldi? Ozgina qisqacha tushuntirib bera olasizmi? GOTdan yoki TELK nima jihatlari ajraladi? Xo'sh, birinchi farqli jihati DSK imtihoni faqat adashmayotgan bo'lsam Germaniyaning o'zida bo'ladi. Ya'ni boshqa davlatlarda adashmayotgan bo'lsam bo'lmaydi umuman. Farqi juda ham ko'p. GOT, TELK imtihonidan farqli jihatlari, misol uchun baholanish tizimida. Bu nisbatan imtihonni topshirish jarayoni IELTS imtihoniga tortib ketadi ozgina. Ya'ni lesen yokida hören qismida, misol uchun odatda ABC GOTda yokida bir qanaqadir belgilash yokida Überschrift belgilash bo'ladigan bo'lsa, bunda umuman boshqacha narsa, ya'ni sizga tekstda yozilgan narsa, savollarga siz to'liq javob yozishingiz kerak. O'zingiz yozasiz. Albatta. Siz javob tanlamasdan. Javob tanlov imkoniyati bo'lmaydi. Siz to'liq savolga javoblarni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu lezinda ham, hörinda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Hörin jarayoni umuman boshqacha. Hörinda masalan GOTda yoki TELKda audio qo'yib beriladigan bo'lsa, bu yoqda ustoz o'zi o'qib beradi. Ya'ni живой, o'sha jonli ovozni siz eshitib yozishingiz kerak bo'ladi bu yoqda. Bu eng ham yaxshi, ham yomon taraf desak bo'ladi. Yaxshi tarafi bu siz jonli eshitasiz va siz uni his qilib turishingiz mumkin bo'ladi. Boshqa tarafdan agarda siz u ustoz qanaqadir shevada nimadir so'z aytsa, siz tushunmay qolish imkoniyatingiz bor. Tushunarli. Mana shu joyda farq qiladi. Schreibenda, sprechenda ham ozgina farqlari bor. Keyin bu baholashda o'sha umumiy ball qo'shilib, bitta ball chiqadi ekan hammasi. Xo'sh, bunda o'zi baholash mezoni boshqacharoq, ya'ni misol uchun aytaylik, lezinda savollar soni har xil bo'ladi. Ya'ni bitta shuncha savol bo'ladigan joyi yo'q. Ya'ni misol uchun aytaylik, bo'lishi mumkin bitta lezinda maksimal ball 38 ball yoki maksimal ball 80 ball bo'lishi mumkin. Tushunarli. Endi bu yoqda 100% chiqariladi. Misol uchun aytaylik, 80 ball bo'ladigan bo'lsa, maksimal ball foizda 100% bo'ladi. Agarda siz misol uchun 70 ball to'plagan bo'lsangiz, o'shani foizi chiqariladi. Demak, o'zi testda 100 balllik bo'ladi. 100 ballda. Keyin 100% bo'ladi, 80 ball bo'ladi misol uchun. Yechganingiz 80 ball bo'lsa, keyin hammasi qo'shilib bo'linadi. Yo'q. Umumiy 80 ball. Umumiy bitta 80 ball, bu 100%. DSHda bo'lishi mumkin, misol uchun bitta lezinda 38 ball. Har xil, bu imtihondan oldin bilib bo'lmaydi. Umuman bilib bo'lmaydi. Informatsiyani ham nima bo'lishi tushunib bilib bo'lmaydi. Bilib bo'lmaydi. Umuman bilib bo'lmaydi. Endi tushundim. Endi ya'ni misol uchun aytaylik, 50 ball bo'lishi mumkin. Bitta lezindan siz maksimum yig'ishingiz bo'lgan ball, o'sha 50 ball 100% bo'ladi. Misol uchun aytaylik, siz 45 ball to'plagan bo'lsangiz, bu 90% ga to'g'ri keladi. 90% ga to'g'ri keladi. Ya'ni mana shunaqa bo'ladi. Mana shu foizlar qo'shiladi. Hammasi qo'shiladi. Misol uchun aytaylik, lezindan bir misol uchun 80, bunaqadan 70, bundan 50, bundan 100, hammasi qo'shiladi, umumiy bittada bo'linadi. Faqat bitta narsasi bor, sprechen qo'shilmaydi bu yoqda. Sprechen. Chunki mündlich imtihoni alohida hisoblanadi. Demak, hozir lesen hören, schreiben и grammatik. Mana shu 4 ta narsa birgalikda qo'shiladi, 4 ga bo'linadi. O'sha umumiy ball bu sizni DSH imtihoningizni shriftlik qismini imtihon ballingiz hisoblanadi. Shunaqa. Zo'r, tushundim. Mündlichda oddiy Vortrag? Bitta Vortrag bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Bitta Vortrag, ya'ni kirish savollari bo'ladi. Bugun kun yaxshi bo'ldi, ahvolingiz qalay, kimsiz, o'zi shunaqangi savollar, bitta Vortrag va Vortragingizdan kelib chiqqan bitta ikkita savollar beriladi. Endi shunaqa. Ya'ni juda qiyin bo'lmaydi. Ya'ni bu sizni faqat bitta nyuans tarafi bor bu mündlichni. Bu sizni ballingizni ko'tarmaydi, lekin tushirishi mumkin. Mündlich? Ya'ni misol uchun siz shriftlikdan DSH2 olgan bo'lsangiz, misol uchun aytaylik, DSH2 o'zi protsenti necha? Bu 67% dan 81% gacha. Ya'ni siz boyaga 4 tani qo'shib, 4 ga bo'lganingizda shu orada bo'lsa, sizni ballingiz bu DSH2 beradi. DSH2 ma'lumot aytib berasiz va shu nima bo'ladi? C1 yoki C2 qanaqa? Bu o'zi butun jahon standarti bo'yicha bu C1 darajada qabul qilinadi. DSH2. DSH2. Ammo bu agar Germaniyaning o'zida agar o'zi DSHni o'zi haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, bu Deutschsprachige Diplom für Hochschulzugang. Ya'ni universitetlarga kirish uchun diplom hisoblanadi, sertifikat hisoblanadi. Bu faqat universitetlar uchun kerakli bo'lgani uchun har xil sertifikatlar bilan tenglashtiriladi. Misol uchun TELK C1 faqatgina
good yoki sehr gut. Ya'ni 80% dan baland bo'lishi kerak. Buni bali. Ya'ni telkni S1 bo'lsa ham 80% dan baland bo'lishi kerak. Bundan tashqari Goethe-ni C2 ga to'g'ri keladi. Ha, ko'pchilik bu yerda hayron qolishi mumkin-da, Goethe-ni C2 ga bu to'g'ri keladi. Bundan tashqari yana turli xil sertifikatlar OSD-ni C2 ga to'g'ri keladi. Shunaqa narsa. Ko'p lekin. Da. DSH 1, 2, 3 bor. DSH 1, 2, 3. Biri Bu B2, B2 da. C1 и C2. C2. Da. Tushunarli, zo'r. Bu anchagina qiyinroq lekin. Bu demak, u 82 plus bo'lishi kerak. Ya'ni sizning mündligingiz ham, schriftligingiz ham bu zo'r bo'lishi kerak. Ya'ni 82 dan baland bo'lishi kerak. Bu yoqda o'shaning uchun shunaqa. Tushunarli. Demak, DSH kursi haqida ham bilib oldik, qanaqa o'tganligi haqida. Yana bitta yangilik, xudo xohlasa Abror aka DSH haqida xohlasa videoga YouTube'ga video tayyorlaydilar. O'shaning uchun pastda link qoldiraman. DSH baribir Germaniyaga o'qishga kelmoqchi bo'lganlar uchun ko'pincha kerak bo'ladi. Albatta. Institutga kirish payti, o'shaning uchun qiziq bo'lsa, o'tib sekin ko'rsanglar bo'ladi. Albatta. Hamma ma'lumotlar o'sha kanalda bo'ladi. Albatta. Xo'p, Albatta. Student kollej yokida aynan universitetga kirmoqchi bo'lganlar uchun bu eng zo'r sertifikat deb ayta olaman. TestDaf yokida Goethe yoki boshqa sertifikatlar to'g'ri hurmat qilgan holatda universitet uchun eng zo'r sertifikat bu DSH. O'sha Germaniyada topshirish. Germaniyada topshirish uchun. Zo'r. Xo'p, Abror aka, xullas hali o'qishingiz boshlamagan ekan. O'shaning uchun proses haqida so'rab o'tirayman, sizni ham qiynamaslik uchun. Albatta. Xo'p, Abror aka, endi o'qishingizni plus-minusini gaplashsak, aynan o'qishingizda qanaqa plus va minuslari bor, ustunlik yoki minus tomonlari. Uni farqini gaplashib o'tsak. Xo'p, aynan o'qishi o'zini plus va minus taraflarini umumiy tushuntirsangiz gaplashadigan bo'lsak, O'zbekistondagi universitet bilan ozgina taqqoslab keta qolib, mana shu yaxshiroq bo'ladi. O'zbekistondagi bilan farqlaydigan bo'lsa, bu yoqda ko'proq kommunikatsiya ko'proq. Ya'ni nafaqat ustoz va shogird, ustoz va talaba yoki umuman kursdoshlar o'rtasida ham qanaqadir umumiy общение yoki ko'proq kommunikatsiya bor bu yoqda. Aynan nafaqat ustozlar yoki boshqalar, ya'ni umumiy barcha kommunikatsiya ko'proq rivojlangan deb o'yladim. Endi rivojlangan degan so'z sal xato bo'lishi mumkin, ko'proq shakllangan desak yaxshiroq bo'ladi. Bundan tashqari material masalasi. O'zbekistonda asosan kitoblar olardik biz, kitoblar orqali darslarni qilardik. Bu yoqda bo'lsa ustozlar o'z tomonidan ma'lum bir handoutlar yoki materiallar taqdim qilib boriladi. Men bu yoqdan bibliotekadan ko'p narsa olmaganman, faqat bitta kitob olganman. Bu bibliotekadan Slovar kitob olganman. Ya'ni nemislar nemislik tarjima qiladigan kitob olganman. Shu narsa o'zi yetarli bo'lgan. Qolgan barcha material narsalar ustozlar tomonidan o'zi berilgan bu yoqda. Tushundim. Endi kommunikatsiya deb aytdim. Qanaqa yaxshi tarafi bor buni men boshqa davlat vakillari, boshqa davlat odamlari bilan gaplashdim. Ana social krug ochilar ekanda. Shunaqa. Dunyoqarash o'zgardi, dunyoqarash kengaydi. Va mana shu eng katta narsa bo'lib o'tdi. Zo'r. Endi keyin yana pluslar bormi? Asosan o'zi universitet bergan narsa bu chet elda o'qish nima degan savolga javob topilgani. Mana shu o'zingiz bitta umumiy qanaqa fikr keldi? Men oldin yosh bo'lgan paytimda chet elda o'qish bu imkonsiz narsadek ko'ringan. Ya'ni bu kinolar yoki shunga o'xshash qanaqadir videolar orqali ko'rsak, bu juda bir qiyin, imkoni yo'q, pochka pul bo'lishi kerak. Yo'q, aslida juda bu darajada ham bo'lishi shart emas. Ya'ni siz ma'lum bir o'sha so'rovlarga, o'sha kerak talablarga javob beradigan bo'lsangiz, siz o'qishingiz mumkin. Va bu narsa chet elda o'qish degan savolga javob topish bu eng katta nima deydi, yaxshi taraflardan bittasi bo'ldi. Ya'ni bu imkonsiz degan narsa miyamdan butunlay chiqib ketdi. Ya'ni o'qisa bo'ladi. Shunaqa. Ya'ni imkonsiz narsa emas. Hamma narsani eplasa bo'ladi. Shunaqa. Endi o'qishingizni minus tomonlariga kelsak. Minus tomonlari ko'p, bir 5 tacha, 4 tachasini aytsangiz zo'r bo'ladi. Men o'zingiz sezgan, o'zingizning fikringizdagi minuslar. Xo'p, birinchi o'rinda o'qish o'zi qiyin. O'qish qiyin, rostdan ham nima deydi? Chunki umumiy darslar qiyin.
va bundan tashqari sizni bu ona tilingizda bo'lmaydi darslar. Hammasi nemis tilida bo'lganligi uchun tushunish, ba'zi tushunmay qolasiz. So'raysiz, nima bo'ldi, nima qildi. Va eng o'sha qiyin tarafi mana shu darslarda bu til bilan bog'liq bo'lgan narsa. Lekin shunaqa rotsaga bo'ladi. O'qishning qiyinligi, tilda muammo bo'lishi va yana bitta sezgan narsam, именно o'qishda kim bilandir kommunikatsiya qilishingiz mumkin, именно lekin kursdosh bilan do'stni farqi bo'lar ekan. Shunaqa. именно chunki o'zim opitni yillar aytadigan bo'lsam, do'stlashish mumkin, hamma bilan emas lekin. Albatta. Nemis bilan aniq qiyin bo'ladi. Shunaqa. U bilan gaplashishingiz mumkin, kursdoshingiz bilan fikr almashishingiz mumkin, lekin bu do'st bo'lishingiz degani emas ekan bularning nazarida. Chunki bizda o'zimizda qanaqa salomlashdimi, bugunisiga yana salomlashishi kamida bo'ladi. Hech bo'lmasa yaxshimisiz bo'lib ketadi. Bularda bunaqa narsa emas ekan. Misol uchun bir ushurida salomlashib yaxshi gaplashib, testda birga eshitdik, tayyorlovda. Keyin bugunisiga tanimaydi odam. Boshqa partada o'tiribmiz, hech kim salomlashmadi shunaqa. Albatta, shunaqa. Bunaqa narsa tabiiyki bo'ladigan jarayon bu. Ya'ni siz agarda o'qimoqchi bo'lsangiz, universitetda mana shu ko'plab mana shu Ausländer, ya'ni chet elliklar bilan birgalikda kursdosh bo'lib yaxshi gaplashgan bo'lsam ham, bu faqat imtihongacha ekanligini bildim. Ya'ni bunda tayyorgarlik jarayoni boshlandi, ya'ni endi imtihonni o'ziga tayyorgarlik jarayonlari boshlandi, lekin уже bu yoqda уже hamma o'z-o'ziga bo'lib qoldi. Ya'ni o'zing uchun o'l-yetim deydi-yu, shunaqa narsa bo'lib qoldi. Faqatgina shu ikkita shu eronlik kursdoshlarim bilan faqat shunda ham o'zaro manfaatlar asosida, ya'ni men ular bilan o'zaro mana shu Schreibenni ustida ishlasam, men ularga ko'proq grammatikani ko'rsatib, osonroq tarafini bildirishim kerak edi. Ya'ni bilim almashgan. Bilim almash jarayonida. Qolganlar bilan umuman aloqa bo'lmadi keyin shundan keyin. Ya'ni darslar tugagandan keyin. Minuslarni ham eshitdik. Endi Germaniya haqida fikr chiqaramiz. Germaniyaga kelganingizdan keyin qanaqa pluslarni, minuslarni ko'rdingiz endi Germaniya haqida? Endi o'zi chetda o'qish qanchalik yaxshi va yomon? Chetda o'qish yaxshi. O'sha aytilgandaki, sizni dunyoqarashingiz ancha-muncha kengayar ekan. Ya'ni bu narsa nimada bilindi? Misol uchun har xil Telegramda gruppalar bor-ku, choyxona, sinfdoshlar degan. To'g'ri, men ularni yomon ko'rsatmoqchi emasman, lekin gaplashishda, so'zlashishda farqlar bilinar ekan bu yog'iga. Bundan tashqari, chet elda o'qish bu sizga ko'p narsani o'rgatadi. Misol uchun mustaqillikda. Eng asosiy narsa. Eng asosiy narsa. Misol uchun men O'zbekistonda faqat shu oilam bilan birga bo'lib yashaganman, o'qiganman, hammasini oilam bilan birga bo'lganman. Va bu meni birinchi marta yolg'iz o'zim yashashim. Birinchi marta o'zim yolg'iz yashashim. Mustaqil bo'lishni o'rgandim. Mana shu aynan Germaniyaga kelib. Ovqat qilishni o'rgandim. Ovqat qilishni o'rgandim-da. Sal ora-orada kuydirib bir nima qilsa ham, zato o'rganyapman sekin-sekin. Nechta oshni sho'la qilib qo'ysam, shunaqa. Bu normalligi. Yaxshi, o'xshab bir amal olamiz hozir. Eng o'rganayotgan narsalar asosan shular-da. Hayotdan o'rgan. O'zi Germaniyaga qancha bola kelganingizga? 15-noyabr kuni uchib keldim bu yoqqa. Hali 5 oycha bo'ldi. 5 oyda chiqqan fikrlar bu. Ha, bu 5 oydagi fikrlar. U 1-2 yillik yoki bir shuncha unaqa emas. Bu 5 oyda bo'lgan holatlar. Endi minuslarga o'tadigan bo'lsak, o'sha 5 oy ichida qanaqa minuslarni o'zi ko'rdingiz? Menimcha bilib turibman qaysilarini aytishingizni. O'sha siz o'ylagan o'sha minuslar. Birinchisi shu tabiiyki oilaga bo'lgan sog'inch. Butun chetdagilar sog'inadi. Butun mana shu musofirda yurgan hamma sog'inadi. Tabiiyki bu umuman tabiiy bo'ladigan jarayon. Ya'ni hammani shu o'zini tug'ilib o'sgan joyi uyi. Va chetda musofir. Men misol uchun Imoda yoki Telegramda yuzma-yuz qarab gaplashsa ham ba'zida bu narsa sog'inch degan o'sha sog'inchni
qontira olmaydi. Ya'ni o'sha narsa bir tomondan kuchaytirishi ham mumkin. kuchaytirishi ham mumkin. Misol uchun bayramlar bo'lyapti, har xil, misol uchun qarindoshlar Oilaviy yig'ilgan, gruppaga video yig'ilishgan, video tushirishgan yokida emodan qilishadi. Men ko'rib, "O, молодец" deyman. Zo'r, keyin Germaniyada xonaga ketib o'tirib shu qilib. kosada ovqatim bilan, o'zim ovqatim bilan. Shunaqa. Eng asosiysi shu. Ya'ni eng katta minuslardan bittasi shu Germaniyada. Tushunarli. Yaxshi. Albatta, bu Tabiiy narsa. tabiiy bo'ladigan narsa. Minuslari ko'p lekin. Minus endi hamma joyi o'zini plus minusi. Tosh tarozilar yaxshi. Hamma joyi o'zini tosh tarozisi, Shunaqa. o'zini plus minusi bor bu yoqda. Demak, hozir hammasini gaplashib chiqdik. Endi o'sha boya aytilgan qismiga kelamiz. O'zbekistondagi Abror Germaniyaga kelgandan keyin mana 5 oy ichida ko'p vaqt bo'lmadi, lekin bu ham rol o'ynaydi. Da. Qanchalik o'zgardi Abror? O'zbekistondagi Abror bilan juda katta farq bo'ldi deb ham aytishim sal qiyinroq, chunki hali endi 5 oy bo'ldi. Lekin bu 5 oy ichida men yana ham odamlar bilan muloqot qilishim o'zgardi. Ya'ni oldin juda misol uchun kirishishim qiyin bo'ladigan bo'lsa, bu gal umuman bu yoqda oson. Ya'ni chunki bu narsaga bitta zo'r narsa bo'ldi. Bu yoqda hech kim meni tanimaydi. Ha, kulish imkoniyati yo'q. Shu hech kim meni tanimaydi degan narsa. Shu orqali men o'sha odamlar bilan so'zlashish, muloqot qilish ancha osonlashdi mana shu narsadan keyin. Keyin yana farqlari nima bo'lishi mumkin? Semirdim 2 kiloga. Yaxshi. Yaxshi. To'g'ri, lekin 5 oyda ko'p vaqt bo'lmadi, lekin ko'p vaqt bo'lmadi-da, lekin o'zgarishlar bor tabiiyki. O'sha aytilgandek o'sha ozgincha dangasali alomatlari ham bor menda rostdan ham. Men boya ko'rdik, xonada o'sha hamma narsalarim o'sha shunaqani oldiga taxlab qo'yganim. Shunaqa bir chiqib boshqa narsa qilib kelishga o'rniga shunday olaman, o'sha yerdan oladigan narsamni olaman. Shunaqaroq. Tushunarli. O'zi endi aniqlashtiramiz. 3 ta so'z bilan ifodalang, o'sha O'zbekistondagi Abrorni va hozirgi Abror. O'shanda aniq bo'ladi. Taklifim. Xo'sh. O'zbekistondagi Abror ambivert, ya'ni ekstrovert bilan introvert o'rtasida. Yaxshi odam yaxshi o'rtoq bo'lsin. Uchinchisi u O'zbekistondagi Abror. Germaniyadagi Abror talaba, ishsiz va moslashayotgan desak bo'ladi. Zo'r. Menimcha intervyuimiz zo'r chiqdi. Men o'zimga yoqdi, chunki aynan intervyu yoqqan joyi VGDga bo'lgan intervyu. Yana o'sha qismi yoqdi menga. Xo'p, do'stlar, endi menimcha videoni tugatish vaqti ham yetdi. Gaplashadigan gaplar ko'p, lekin 5 oyning ichida fikr chiqardik. Endi keyingi videolarda ham ko'rishamiz hali. Albatta. Shuning Bu uchun oxirgisi emas. Ha, hali davom bor. Albatta. Ko'p chiqadi. Xudo xolasa do'stlar, keyingi qismlarni ham o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang, yoqtirmani bosib qo'ying va sizlarga xayr tilab qolamiz. Abror aka. Ko'rishguncha. Xayr. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Germaniyadagi yurist Instagramiga obuna bo'lib qo'yinglar.